ishtirokchida tibbiyot tashkilotlarini litsenziyalash va akkreditatsiyalash markazi tashkil etildi. Hozir xususiy klinikalar davlatga xizmat sotishga tayyormi? Hozirgi O'zbekistondagi klinikalar soni 9000 dan oshdi. Biroq 10 yil ichida 3 barobar o'sish bo'ldi. Sifat nazoratini beradigan bu akkreditatsiya. Tashqi baholash ekspertlar keladi, sizlar bilan o'sha klinikada ishlab, sizlar bilan o'sha klinikada o'sha har bitta protsessda qatnashib. Sifat songa teskari proporsionalmi? Son pasayadi baribir. Xolasa xolamasa raqobat paydo bo'ladi. Tibbiyot tashkilotlari xodimlari va ko'rsatilayotgan tibbiy xizmatlar xavfsizligini ta'minlash. Ya'ni bu yerda sizning xodimlaringiz ham xavfsizligi birinchi o'rinda turadi va ko'rsatilayotgan xizmatning xavfsizligi ham. Bugungi kunda 100 dan ortiq video roliklar qildik. Umuman akkreditatsiya nima, litsenziya talab shartlari nima o'zgaryapti, nimaga e'tibor berish kerak, narx siyosati, bemor xavfsizligi nima, standartlar